kun kelmagan narx ko'tarib yuboringlar. Nima ko'tarib yuborasiz? Kapotlar kraska, eshiklar kraska, krilalar kraska, arqa kapotsangiz radnoy ekan. Bu krilar kraska. Bu arqa eshik ham kraska. Ishlab berib chiqilgan. Lekin stoklar butun. Oldilari ham butun, orqasi ham butun, bular. Butunli tomonlama butun, kraska ko'pligi, mayda chigit. Qayerdan sizniki? Qarshi. Bildim, Qarshi qayerdan? Kamondan o'tgan Toshkentda. Toshkentdan. Toshkent yaxshi joy. 20 million bersam berasizmi? Naqd 20 million beradi. Faqat general chiqish kerak. General chiqmaydi. Chiqmaydimi? Oldi sotib bo'lish kerak bo'lsa, oldi sotda qiyin. Kim olmayapti o'zi? Shu Tigasda bu ana bo'lganda Yen olgansizmi o'zingiz? general davrni solgan bo'ldi. Yo'q, shu general davrni solgansizmi? Oddiy davrni. Oddiy davrni. Ikkilamchi olingancha bor. Ikkilamchi bo'lsa bu oldi sotib bo'ladi-ku. Ya endi mana kuchga ana bo'lganda. Bitta olish kerak lekin. Men endi prosta aytib qo'ydim. Yo'q, aytib qo'ydim, qayta olmayman. Labzda tilimdan chiqib ketdi o'sha so'z. Endi men buni hozir qaytib so'rasam, bu degani labzga turmayapti deganda. Menga unday narsa yo'q. Qimmat bo'lsa, mayli hech kim olmasa, shu mashina kimgadir 18-17 pul o'tib ketaveradi 10 kundan keyin. Men 2-3 million zararga ham roziman, bunga foyda ko'rmayman. Mana shu mashinaga hozirdan kimdir men olaman desa, 20 million olaman-ku. 20 million o'zim beraman. Ko'zingizni oldicha. Hech kim olmasa ham ertasiga pulini berib yuboraman 20 million. Agar rozi bo'lsangiz, barakangiz bo'lsa, bering, faqat rozi bo'lib bering. Mana buni sotishim kerak. Foydalanaman demayman bundan. Eshityapsizmi? Bak, 653 misol sotgan payt oldi sotda kimdir olib kelsa, mana shu mashina 20 million sotilgan bo'ladi. Sizga pulini berib yuborgandan keyin ham. Xoh bir oydan keyin sotadi, xoh 18 kundan keyin sotadi. Agar 18-17 million sotmasam, sotilavermasa iloji yo'q, narxini tushiraman o'zim. Lekin sizga pulni beraman. U narsalar sizga aloqasi yo'q narsalar. Menga aloqasi bor. Bo'ladigan bo'lsa, naqd bir so'radim. Men gen chiqsa kerak deb so'radim. Gen chiqmagan, men labzimdan men qaytmayman. Bo'lsa, faqat rozi bo'lib bering, 20 million naqd bering. Olgan odamga 27 million tushadi. Bunisi ham aniq. Faqat rozi bo'lib bering. Yo'q, qo'shib bo'lmaydi. Olsa bo'ladi, aytmayman do'stim. Ismingiz nima edi? Yorqin. Yorqin aka. Bundan qo'shib bo'lmaydi. Agar general davingiz bersangiz 22 millionga olasiz. Bera olaman deng, 22 million beraman. Ochiq gap. Xo'p, meni bildingiz. Endi bu 18-17 millionlik mashina edi. 22 bo'lish uchun bu yerdan 7 ni olib taylasangiz necha bo'ladi 22 da? 17 millionlik mashina, 15 millionlik, 16 millionlik mashina qolish kerak. Men o'sha narsani so'ramayapman-da. Mayli 20 million o'zingizga bering, faqat rozi bo'lib bering. Mana men 20 million sotaman deyapman. Men foyda ko'rayotganim yo'q. Men agar ko'ngilingizga nimadir bo'lsa, bu 25 millionlik, 24 millionlik mashina deb o'ylaydigan bo'lsangiz, shig'ozib taylang, men 20 sotaman shu mashinani. Nomeri 653. Bemalol oldi sotib turgan payt kelib, olgan odam bilan gaplashaverasiz. 20 million sotgan bo'laman. Menga lishni pul kerak emas buni. Faqat rozi bo'lib bering, birinchi savdo qilishim. Farqi. Akalar 2009 uch boshim Matiz, kim olsa 20 million. Xo'p, motorlari bo'lgan. Stoka hamma joy butun, arqa oldi zo'r turibdi. Chaqa sepilgan lekin mashinaga. 4 ta eshikka ham ishlab berilgan, shuning uchun zangi olingan, arqa krilar sepilgan. Kimdir olaman, 20 million so'm.